بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عشر 13 فصل. اقتداء العلم العمل. اقتداء العلم العمل. Demak, ilmni amalga ergashtirish yoki bo'lmasa ilmning amalga muhtojligi deb ham tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni bu bobda ilm amal qilinmasa foydasi yo'q ekanligini yoki bo'lmasa ilmga amal qilishlik lozim ekanligi haqida gaplashamiz. Va iyyaka. Iyyaka o'zi bu fe'li hazf bo'lgan jumla hisoblanadi. Ahziru degan yoki ihzir degan bir fe'l hazf bo'lgan. Ya'ni seni ogohlantiraman, hushyor bo'lgin degan ma'noda. Ahziru iyyaka bo'lishi mumkin. Seni ogohlantiramanki nimadan? Ya'ni sen shundan saqlangin, shunday bo'lib qolmagin degan ma'noda ishlatiladi. O'zi kitoblarda alaykum va iyyakum so'zlari ko'p qo'llaniladi. Antaqifa ma'a suratil ilmi dunal amali bihi. Nimadan saqlangin? Ilmga amal qilmasdan faqat ilmning suratida to'xtab qolishlik, surati bilan, zohiri bilan to'xtab qolishlikdan saqlangin. Ya'ni ilmning shunchaki zohiri bilan to'xtab qolmagin, unga amal ham qilgin demoqchi. Fa inna dakhilina alal umara'i, chunki amirlarning huzuriga, ya'ni podshohlarning huzuriga kiruvchi kimsalar, wal muqbilina ala ahli dunya, va dunyo ahliga yuzlanuvchi, ularga ro'baro bo'luvchi kishilar qad a'radu anil amali bil ilmi. U kishilar ilmga amal qilishlikdan yuz o'girganlardir. Famuni'ul barakata wan naf'a bihi. Natijada ular ilmning barakasidan mahrum bo'lishdi va undan foyda olishlikdan ham mahrum bo'lishdi. Demak, ilmga amal qilmaslik undan barakani va foydani ketkazar ekan. الفصل الرابع عشر 14 فصل. عدم التشاغل بالتعبد بغير علم. Tashag'ul degani mashg'ul bo'lishlik. Ta'abbud degani ibodat bilan degani. Demak, ilmsiz ibodat bilan mashg'ul bo'lishdan saqlanish yoki ilmsiz ibodat bilan mashg'ul bo'lmaslik haqidagi fasl. Va iyyaka, ana bu yerda ham boyiga ahzir iyyaka an tatashaghala bit ta'abbudi min g'ayri ilmin. Endi sen ey bolaginam ilmsiz ibodat bilan mashg'ul bo'lishlikdan saqlangin. Fa inna khalqan kaseeran min al-mutazahhidina wal mutasawwifati dallu tariqal huda iz amilu bi g'ayri ilmin. Demak, bu yerda hozir mutazahhid va mutasawwif bu tafa'ala bobidan. Tafa'ala bobining xususiyatlaridan biri shu ediki, unda takalluf bor, bir xislatni yuzaga chiqarish bor-u, ammo u xislat aslida yo'q bo'lgan xislat. Demak, misol uchun takabbur o'zi aslida kichkina-yu o'zini katta olishlik. Yoki bo'lmasa mutazahhid, tazahhadadan o'zi zohid emas-u, o'zini zohid qilib ko'rsatuvchi kishilar yoki o'zini tasavvuf ahlidan deb ko'rsatuvchi kishilar deb tarjima qilib tushunamiz. Fa inna khalqan kaseeran min al-mutazahhidin wal mutasawwifin yoki mutasawwifati, ko'plab zohidlar va ko'plab o'zini zohid qilib ko'rsatuvchi kishilar va ko'plab o'zini sufiy qilib ko'rsatuvchi kishilar dollu tariqal huda, hidoyat yo'lidan adashdilar. Nega? Chunki amilu bi g'ayri ilmin, ular ilmsiz amal qilishdi. Qilayotgan amallari ilmsizdi. Wastur nafsaka bi thawbayni jamilayni. Endi ey bolaginam, o'zingni ikki go'zal libos bilan wastur, yopib olgin, satrlab olgin. Bu yerdagi ikki libosdan murod insonning tashqi libosi va ichki libosi. Ichki libosdan murod esa axloqi, odobi, taqvosi. Mana shu kabi ikki xislatni biz ikkita go'zal libos deb aytyaptilar.
Demak, o'zingga ham tashqi shunday bir libos kiyki va ichingni ham shunday bir libos bilan bezatginki, la yushhironika bayna ahli dunya bi rifatihima. U ikki libosni rifa yetishlik, kiyishlik bilan, ya'ni ko'tarish ma'nosidagi kiyishlik bilan dunyo ahlining o'rtasida seni mashhur qilib yubormasin. Ya'ni shunday bir mutavassit darajadagi libos kiyginki, uni kiyishing bilan sen dunyo ahlining o'rtasida mashhur bo'lib ketmagin. Seni u mashhur qilib yubormasin. Ya'ni zo'r kiyim kiyibdi degan ma'noda mashhur qilib yubormasin. O'rtacha, oddiy, ixcham, xushbichim libos kiygin. Wala baynal mutasahhidina bido'atihima. Ana endi u libosni yetishliging bilan ahli zohidlarning o'rtasida seni mashhur qilib yubormasin. Ya'ni ichki xulqing ham, odobing ham mo'tadil bo'lsin. O'zingni yolg'ondan bir ibodatgo'y, yolg'ondan bir mutazohid qilib ko'rsatmagin. Va hasib nafsak, o'zingni hisob kitob qilgin. Inda kulli nazratin va kalimatin va xotratin. Har bir nazaru, har bir so'zu, har bir fikrlash davomida o'zingni hisob kitob qilgin. Fa innaka mas'ulun an zalik, chunki sen bu narsalardan mas'uldirsan. Ya'ni ertaga sen javob berasan bular haqida. Va ala qadri intifa'ika bil ilmi yantafi'u sami'un. Ana endi sen o'zing ilmdan foyda olganing miqdoricha yantafi'u sami'un. Eshituvchilar ham undan shu miqdoricha foyda oladi. Ya'ni sen qanchalik o'z ilmingdan, gapirayotgan gapingdan, nasihatingdan foyda olgan bo'lsang, qolganlarga ham shu foyda yetib boradi demoqchi. Va mata lam ya'malil wa'izu bi ilmihi, qachonki endi voiz kishi, bir insonga nasihat qilayotgan kishi o'sha nasihatiga, o'sha ilmiga o'zi amal qilmasa, zallat maw'izatuhu 'anil qulubi kama yazalul ma'u 'anil hajar. Xuddi suv toshning ustiga quyilganda qanday qilib oqib ketgan bo'lsa, ketib qoladigan bo'lsa, u insonning voizning ham qilgan mav'izasi insonlarning qalbidan zallat ketib qoladi, oqib ketadi. Fala ta'izanna illa bi niyyatin va la tamshiyanna illa bi niyyatin va la ta'kulanna luqmatan illa bi niyyatin. Endi sen illo faqat niyat bilangina, bu yerda niyat albatta an-niyyatu soliha, ya'ni solih niyat bo'lishi kerak. Shu gapirayotgan gapim avvalo o'zimga foyda bo'lsin va insonlar ham bunga amal qilib foyda olsin degan yaxshi niyatdagina amal qilish kerak. Bu yerda ham niyatdan shuni maqsad qilyaptilarki, illo yaxshi niyat bilangina birovga nasihat qil. Illo niyat bilan yur, niyat bilan bir luqmani yegin. Chunki biz bilamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bir hadislarida innamal a'malu binniyat, albatta amallar niyatlar bilan bog'liqdir. Albatta amallar niyatlarga muvofiq bo'ladi deb marhamat qilganlar. Va yana bir hadisda niyatul mu'min ablughu min amalih. Mu'minning niyati uning amalidan xabar beradi deb aytgan so'zlari bor. Va shuningdek Alloh taolo ham Qur'on Karimda agar hozir insonlar o'zi amal qilmasdan turib boshqalarga nasihat qiladigan bo'lsa, xuddi mana bu oyat karimaning zamiriga tushib qoladi. Alloh taolo aytganki, astag'firu billah, atamuruna an-nasa bil birri va tansawna anfusakum. Sizlar o'zlaringizni unutgan holatingizda boshqalarga yaxshilik qilishlikni buyurasizmi? Ya'ni o'zlaringiz avvalo yaxshilik qilmaysiz-u, boshqalarga yaxshilik qil deb buyurasizmi? deb ma'lumot qilgan. Ushbu oyatning zamiriga ham tushib qolishligi mumkin. Va ma'a mutala'ati axloqis salafi yankashifu lakal amr. Ana endi senga bu niyatlarni qanday bilish kerak, oldingilar qanday niyat qilgan ekan, yoki ilmga amal qilishlik nimalarda zohir bo'ladi deb o'ylasang, mana bu gap ham muvofiq keladi. Ya'ni o'tgan salaf solihlarning xulqlarini mutolaa qilishlik bilan senga ishlar ochiqlanadi, senga ishlar kashf bo'ladi dedilar. Li'annahum humul qudwatu ba'da an-nabiy sallallohu alayhi va sallam, chunki
salaf solihinlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan keyingi bir namuna, bir misoldirlar. Va humullazi akhazu minhu va min ashabihi. Ular mana bu xulqlarini, o'zlaridagi xislatlarini Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan va u zot sharifning mukarram sahoba ikromlaridan olganlar. Shu yergacha yetadi. Allohu a'lam va a'lam.